Qadim zamonda bir o'zbekning kichik qishlog'ida paxta maydonlari bilan o'ralgan joyda Nurmat degan bola yashar edi. Hamma uni ichiga Anibila direktor Aziz Ahmadaliyev kirib olgan deb qochib yurishar edi. Lekin Nurmat taslim bo'lmas edi. U hokim bo'lishni orzu qilardi va oshni sevar edi. Sardor Uchixa klanida yagona tirik qolgan bola edi. Uni akasi Ismat Uchixa to'yda odam kam bo'lishi uchun butun qarindosh urug'ini qirib tashladi va ukasining nomiga kredit olib, o'zi Rossiyaga survordi. Onasini emsin o'zbek to'ylarini. To'yga 500 kishi, 1000 kishini chaqirish nahvi kerak o'zi. Marad Uchixa o'z mahallasini batamon o'zgartirishni orzu qiladigan asosiy to'polonchi tvar edi va o'z mahallasini Qatortolga o'xshatib o'zgartirmoqchi edi. U birinchi hokim Hoshimjon bilan do'st edi. Hoshimjon, ketdik shayxonaga. Oldin xotindan so'rash kerak.